Ahoy, bahla barchaga sizlar bilan o'sha gamer bo'laman do'stlar. Bugungi videoda siz bilan men survival qilaman do'stlar. Juda ham zo'r va jiddiy bo'lgan survivalimizni nima deb nomlasam ekan. Shunchaki survival do'stlar. Короче, men yangi youtuberman do'stlar. Iltimos kanalimga obuna bo'lib, video yoqqan bo'lsa unga like bosib qo'yasizlar do'stlar, albatta. Qani unda biz boshladik. Qani men dalan o'rtasidan spam bo'ldim. Nimagadir biroz qotyapti. Hech bunaqasi bo'lmadi. Menimcha video bilan teng boshlangani bo'lsa, video bilan teng boshlangani uchun bo'lsa kerak. Albatta bu qotishlar yo'qolib ketadi. Oho, daraxtlar kelishuki uyqurgilarim kelib ketyapti-yu. Lekin biroz aylanaman-da. Aylanishim kerak. Ana biroz qotyapti. Biroz shu yerda kutaman do'stlar. Ana ishlab ketdi. O'zi necha fes? 5. Biroz kam. Odatda spam bo'lgan joyimda juda ham zo'r joylar chiqadi. Shuning uchun yerga tushib ketaman biroz daraxt olib. O'yinni boshida konchalikni tugatib olsa, do'stlar, shunchaki survival qilishni bilmaydigan yangi boshlaganlar uchun o'rgatib ham ketaman do'stlar. Men yangi kravatni masalasini hal qilib qo'yayin. Do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa, iltimos like bosib qo'ying. Bu videoda mod qo'shmadim. Mod qo'shmoqchi edim, lekin to'g'risini aytsam tushunmadim. Bir yo'la toshli instrumentlar yasab olaman. Hoppalik. Qani ketdik. Go. Ana ishlab ketdi. Ancha qotmayapti. Ana. Tosh davr boshlandi. Do'stlar, men bu videoda biroz fermalar qurishni ham o'rgataman. Bu epizodli bo'ladi do'stlar, albatta. Iltimos like bosib qo'yinglar. Men ham ko'tarli. Muzini payqayib chiqadi. Bu yerda shaxta bor ekan shekilli. Shaxta emas, kon. Mana shu yerdan sekin tepaga chiqaman. Hoppa, yer bitta hoppa qilamiz, hoppalik qilamiz. Toshli instrumentlarimizni yasashni boshlaymiz. Hoppalik. Hop qilamiz. Bularni bu yoqqa olib qo'yamiz. Meni bolta yasamadimmi? Yasadim shekilli. Hop. Ana. Qale. Seni boshimga uramanmi? Qurib turinglar va cham. Uchta go'sht buyoq. Ko'p bunaqa bo'lmaydi do'stlar, albatta. Qani biz endi yana biroz ovqat olaman. Kravat. Mening kech paytgi muammoyimni hal qiluvchilar. Bitta qishloq topish kerak. Konlardan temir istab yurgim kelmayapti nimagadir. Bitta qishloqcha topsam zo'r bo'lardi. Biroz changlarni kamaytiraman. Bo'lmasam
8 ta jang kush. Qani endi qotishlar kamayishi kerak. Qani, ha, ana. Bular anu. Biz ham odamga o'xshab yashaymiz ekan. Xo'sh, qani, hop. Hoppalik. O'yinni boshidan sizlarga maslahat, ko'proq yog'och kavlab olinglar do'stlar. Yog'och juda ham ko'p. Vau, odatda bunchalik ko'p qo'ylar spam bo'lma. Hop, qani, kichik tabaka. Uni bo'lsa. Pat bermadi birinchi marta. Kerak emas endi. Shunchaki ko'p berardi. Zombi. Ke. Yo. Ana. Birinchi qotilligimizni ham qildik. Buni Ender Drakonni ham o'ldirishga ketadigan krovat yasasa bo'ladi-yu. Bu videoda men 50 litr olganimdan keyin tugatsam kerak. Menimcha shuna deb o'ylayapman. Bu videoda men kamida 100 kun yashayman do'stlar. Yana 100 kun yashayman. Keyingi video qanday chiqishini esa sizlar kommentariyalarda yozib kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Voy, Ko'jon, sen ranging boshqacha, sen ko'shini bersang bo'ldi. Yo'q, kerak emas. Qani ko'mir mana. Voy. Ko'mir ham topib oldim mana. 25 ta go'sht bo'lib ketdi. Bu ancha vaqt ketadi menga. To'g'risi anchadan beri ko'mir topmagandim. Men avval o'ynagan yo'llarimda ko'mirni juda ham kam topaman. Endi tosh ham olay. Do'stlar, meni ham ko'tarishimga yordam beringlar. Iltimos do'stlar, like'lar, bosinglar, obunalar bosib, videolarimni rekka chiqaringlar do'stlar. Oh, 28 ta bo'lib ketdi. Reklamanda hop qil. Biroz adashdim. Hop. Nimalar qilyapman? Hop qilaman. 8 tadan.
U pishguncha men yana biroz tosh optiraman. Bo'lish do'stlar, keyin bu birinchi epizod xolos, yana bir epizod chiqadi do'stlar. U nimalar qilishim, yana bir raundda maqsad kerak menga. Nimadir qilishim, ya'ni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ya'ni maqsad bo'ladi-yu, masalan, bu versiyada kulala bor. Yangi versiyalar chiqqan, kim ko'rmagan bo'lsa. Hop. Bu survivallik uchun shunaqa qilib o'ynayapman bo'lsam do'stlar, men ham juda ham boshqacha o'ynayman. Narmanja aka menga yoqyapti, shu itlarga uy qursammikin deb turibman. Voy. Qani endi biroz quyosh botishini tomosha qilamiz. Bunaqa strelkadan u qo'yib qo'ydim, endi botishini qaranglar quyoshni. Chidam birinchi tunim. Narsalarni yig'ishtiramizda, bu yerdan surib olamiz. Nima bu yoqqa qilasan? Bor yo'g'i bitta narsa o'la. Bitta narsa qolib ketuvdi, toshdan yasamaganim, shuni ham yasa qolay. Menga bu Java versiyani qilichida urayotganda effekti yoqadi. Kimga yana nimasi yoqadi yozib qoldirsin, bu musorlarni olmayman. Endi biroz harakatlanaman bir tomonga qarab. Balki shunda biroz balkim qishloq chiqib qolar. Ovqatim hozirchalikka bor. Tog' ustiga chiqarichi betlar nimalar bor ekan. Hay, qaraman tog'lar bag'rida degan bitta qo'shiq aytvaray. Qani qaysi tomonga harakatlan? Bu tomon, men shu tog'li joylarda bo'lmasa kerak. Shuning uchun men bu tarafga harakatlanishga qaror qildim. O'ylaymanki, hatto qaror qilmadim. Otni qaranglar. Ne buzilgan portal deb o'ylabman. Konga tushsammikan, tushmasammikan? Konmi bu? Nima bu? Mayog'ida ekan kon. Uni kon deb o'ylabman. Mis ko'ryapman. Hop, temir. Ana o'zimga tun ko'rish olib oldim. Bu chet el deb o'ylashingiz mumkin, lekin qorong'ida qandaydir g'alati. Shuning uchun temirni olaman hozir men. Biroz yuraman-da. Minecraftda birinchi temirimga ega bo'laman hozir. Shu blokdan uy qursamikin deb turibman. Rosa yoqadi menga mana shu blok. Buni ham to'rttalashtirsa nima bo'lar ekan? Bo'lmas ekan.
Ha, o'xshamadi. Hop, hop. Bu yoqqa tushmayman. Hop, sekin. Tepada suv ko'ryapman, shu yerdan tushamiz. Yana ko'mir. Voy. Tepaga qarab yurish kerak ekan. To'g'ri, bunday qilib demoqchiman. Oy, sal noqulayroq bo'ldi unday ko'rish. Mendan birozgina ko'mir olaman. Keyin temirlarni addushi yig'aman. Menga ko'p emas, 30 necha? 36, 39 suv 3 ta o'rganibdi. Men temirlarni o'piraman. Ko'rmaganim qaranglar. Do'stlar, aktiv bo'lma qarasizlar degan umiddaman. Yangi youtuberman, iltimos do'stlar, menga ham ozgina yordam beringlar. Men ham ko'tarilib yaxshi youtuberlar orasidan joy olaman degan umiddaman va endi ko'p gapirmay ishimizni boshlaymiz yana. Hop. Mana toshim ham og'ir. Hop. Hush. Nimagadir temir yo'q. Temir va ruda, ko'mirdan boshqa ruda yo'q. Ana ko'rib qol. Menga ozgiroq davlat. Ko'p ham temir kerak emas. Ana temirlar ko'p ekan. Voy. Meni to'kib tashashdi. Inventarim sahrant bo'lib qolar ekan. Yaxshi. Yana shuncha joyda bosganimni ko'rishinglar shart emas. Shuning uchun bironta konga tushganimdan keyin videoni davom ettiraman. Mana do'stlar, shu konga tushib oldim. Salomon. Bu yerda temir turibdi. Videoni sal keyinroq yapman. Esda yo'q video o'chirilgani. Qani ko'mirimiz nechta bor? 11 ta. Yangicha olsam yaxshiroq bo'ladi. Daraxtim orqali pishirsam bo'ladi. Biroz g'alatiroq. Konda yana. Do'stlar, agar men 100 ta obunachi to'plasak, shu videoga 100 ta dona. Men o'zim uchun yangi server ochaman bo'lsa, unda sizlar birga o'ynashingiz mumkin men bilan. Har xil mod kartalarda streamlar qilamiz. Shuning uchun obunalarni tirsalatib bosib tashlaveringlar.
qalaysan? Mana shu effektni yo'qotdi menga. O'n sakkiz gap o'tamasdiryapman ekan. Temirim 18 donam. Buni to'g'rilayman hozir. Hozir bitta bronik kiyaman. Nechta ketardi? Hozir 24 tami? Yo 24 yoki 25 ta temirga full bo'lib kiyinaman. Gerçi 35 ta temirga hamma mana bunaqa instrumentlar turibdi, mana bunaqa. Bunaqa. Shunaqa instrumentlarni yasab kiyim kiysam bo'ladi. Endi do'kondan ham chiqadigan mahallarim bo'lib qopti. Do'konda davom bormikin? Do'stlar, iltimos kommentariyalarni ham ko'proq yozib tashlayveringlar. Mana menimcha temirlarimni pishiradigan vaqtim kelib qoldi. Biz kerak narsalar pishguncha men nima qilib tursam ekan? Mana bu tomonni ko'rib kelib turaman. Yana ya bu taraflarni ko'rib bo'lganman ekan. O'ylab qarasam. Hop. Temir. Oho. Mandek qilsam anada. Hayır, taşlı kılıç. Ben seni hiç geçen unutmayayım. Ben seni hiç geçen unutmayayım. Unutup oldum. İyi. Hop, endi esa adushu kiyinamiz. Mana shu bahanada bilib oldik 24 temir hamma kiyim yetishini. Mana boshdan kiyamiz. Chop chop chop. Ana. Men geniyman. Hop. Endi yasaydigan narsalar. Bitta
Baqir yesa olaman o'zimga va eng muhimi menimcha ko'pchilik tushundi. Qalqon yasaymiz. Ana. Lavali ko'lni ustidan chiqmarman. Har qalay. O'rkaklar konni boshi ekan. Ana. Minecraft'ta topgan 3-rudam. Biz nechinchi kun? Xo'sh, mana atigi birinchi kun. Lekin menda temirli bronyalar, aslahalar bor. Bu degan yosh kuchayapmiz degan do'stlar. Olmos topsam ham ajab bo'lmasdi. Menimcha bunaqa joyda bitta olay achibga bajariladi. Ana. Achibga bajariladi. To'g'ri, topshiriq. Hop. Risk hal qilish kerak. Uni qo'ldan chiqarib bo'lmaydi. Ana. Yaramas. Hatto bug'uni ham tashlamadim. Oltin. Oltin topdim. Mabodo nizlarga borib qolsam. Kerak bo'ladi. Suv. Borib ana suvda o'g'ilay. Lava ham bor ekan shitda. Tosh vermay yasab tashlasam bo'ladi. Wow. Wow.
Buni qaranglar sizlar. Endi bitamta yashirib olganmaganmikin deb qarayapman. Tillarim aylanmay qolyapti olmosni ko'rib. Redstone mayli, teshib chiqmaylar qara. Orada bir rasa qatyapti. Redstone menga yoqadigan jihati bor-da. Uni qaranglar. Ozgina bitta rudadan bitta tushmaydi. Ko'pcha. Shunisi menga yoqadi. Tashqaridan ovoz kelayotgani uchun uzr do'stlar, agar eshitilayotgan bo'lsa. Joy katta degani normalniy urush bo'ladi degani. Qaytaman ekan. Ho'palik qilib sekin bu yerdan suraveraman. Bu videodan maqsadimni nima qilib qo'ysam ekan? Vali urushu. Buni qaranglar sizlar. Ikkalasini ham ayirib tashladim. Ular ham meni ayirib tashlashga sal qol. Ohoho. Juda meni rejam o'xshamadi. Meni rejam bo'yicha suzish kerak edi bu. Yana ozgina olmos topay. Kondan chiqib ketaman ha. Men allaqachon slotim tugadi.
Yo, o'zim ko'miraman voy. Video ketyaptimi? Buni qaranglar sizlar. Bu qanaqa jarligini bilmaganlarga aytaman, sizlarga aytgandim kulinglar deb. O'shani oladigan joy havo bo'si bor bu yerda. Shuni o'ldirsangiz bitta stержень beradi sizga. Bo'ladi, tushmayman. Qurib ketsin ashkani ham. Lekin haligacha men o'zimni topish muammo emas hozir. Men to'xtab video bir paytga to'xtab turaman. Sababi mana bu do'stlar keldim. Uydagilar ishga berib qolishgan. Endi bir qishloqda qishloq topganimni yaqinroqdan qo'yib yuboraman. Bo'lsam sizlar ham zerikib ketasizlar. Va nihoyat 2 soatlik itdek qidirishdan so'ng mana qishloq topildi. Go'lemjon brat. Sizlarga men temir fermasi qurishni o'rgataman endi do'stlar. Temir fermasi. Hali Shahin quradi-yu, Shahin va shunga o'xshash boshqa youtuberlar. Men Shahinning videolarini ko'proq ko'raman. Qiziqaman-da, shuning uchun Shahin deyapman. Hali ko'rgan bo'lsanglar doim normalniyaligini qiladi, temir fermasi quradi. Sizlarda o'xshamashi mumkin. Balkim o'xshamas. Shuning uchun hozir xalta ham sizlarga aytmabman, men xalta ham yasolyapman do'stlar, qaranglar. Normalniy narsa. Qaranglar. Shuncha narsani olib kelib ketyapti-ya. Mana. Hop. Men bitta oddiycha qishloq topgunimcha kecham tushibdi. Bu qishloq topgan videoda yoqmagandi do'stlar. Meni kutardinglar-da. O'zim uchun bitta joy tanlashim kerak uy uchun. Qishloqlar qamaydigan joyim qayerda bo'ladi? Taxminan mana shu yerda bo'ladi. Men uyim bir ko'zlarim mana shu yerda ko'raman do'stlar. Qanday? Xullas bo'ldi, men
aniq qaror qildim. Uyim mana shu yerda bo'ladi. Endi buni ichidan narsalar chiqarish kerak ekan. To'xta birinchi o'rinda albatta sandiq yasab olay. Ikkita sandiq yasayman-da. Qilib sopib tashlayman-da. Piching harakatlar bilan daraxt chopishim kerak. Daraxt chopganimdan keyin qishloqlarni qamayman-da, temir ferma quraman, temir. Shu temir fermasini qurib bitkazishim kerak. Bir xayolda nimalar qilib tashladim. Taxtali kirganini tashlashim kerak ekan. Endi esa bunisiga boramiz. Ikkita bor ekan temirchining ustonasidan bu yerda. Yaxshi. Men uchun foyda. Nima? Bu hazilmi? 4 tavsiya. Bu вообще zo'rda do'stlar. Endi bitta sehrli stol yasayman. Obsidian qozishim ham shart emas. Bu narsani plappa sehrlab tashlayman. Darajam 13. Qarab turinglar. Va suv ichib ham joni ketgan birinchi odam men bo'lsam kerak edi. Nimalar qilish kerak? Xo'sh, birinchi o'rinda do'stlar. Galemni tinchitasizlar. Assalomu alaykum. Bu yoqqa keldiysizlar. Jam qilasizlar. 3 ta blok qo'yib turib shunga dars o'tasizlar. Nimaga uyga vazifasini qilmading? Qishloqda qo'riqla desam, nimaga qo'riqlamayapsan? Bu uyni yonida qiz poylab turibsan deb dars o'tasizlarda. Keyin bu holati gul bermadi. Bu Minecraft meni sehrlanishimni xohlayapti shekilli. Endi o'rgatib o'tib ketaman. 1. Qishloqda hamma yatoqlarni sindirib chiqamiz. To'xtala birinchi jakvolari.
Bitter kütüphane ham bor ekan. Yo'q, shu. Nima sotasan to'ta? Shu va i. Ha. Bir tiyinga qimmat sehr. deb o'ylayapman hozir men. Yani bilmadim. Va menga hozir daraxt kerak. Daraxt keltirmaganman qaranglar. Daraxtliroq joy topishim kerak. Ana daraxt bor ekan. Bitta xaritam bo'lganda hozir daraxt qaytaligini topib olardim. O tepada ham uylar bor ekan. Mapchi moblar ko'p spawn bo'lyapti. Nima qilganim endi bu? Karomat ko'rsatdim-ku, a? Bu qishloq qo'ng'irog'li qishloq ekan, yaxshi. Qo'ng'irog'i bor ekan, ko'ruvdim. Tagiga topishim kerak. Hali kuchayib ketsam qidirarman. Bitta taygan bo'lgan, tayganli daraxtim bo'lganda, men daraxtni bitta chopardim. Mirbatga hal qiladi. Biz kelajak uchun hozir rejalarim ko'p, shuning uchun hali o'yin qiziq bo'ladi do'stlar. Sizlar o'tkazib yuborib yoki boshqa videoga olishga shoshilmanglar. Hali eng qiziq joylar kelyapti. Ko'rib turibsiz o'zingiz. Hali maqsadlarim ko'p. Maqsadni yaxshi qilsang, yo'q bo'laveradi deyishadi-ku. Maqsadni yaxshi qilyapman. Hop. Balik. Kechi. Otlar to'dasini qaranglar. Qirchanglar. Masini o'ldirib chiqay. Minarman. Bu Java versiyaga mod qo'shishni men bilmadim bo'lsam, mod qo'shib albatta chiqarardim. Keyingi video mod bilan bo'ladi degan umiddaman va men daraxtlar to'dasini ko'ryapman. Uzoqqa ketib qoldim. Shu uzoqqa ketib qoldim o'zi ham. Istaylab daraxt choppalarim. Wow. Bitta da berdi daraxt ko'chatini. Yemash. Gamer kesin meni olsin deb turuvdi ekan shu bekam. Daraxtdan meni yaxshi ko'rasiz. Sizlar shuning uchun videoimga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Menimcha shuncha daraxt kavlaganim yetar. Hoppale, ketdim.
Yana orqadan ko'rish juda ham mazada do'stlar. Gapirmay qolsam, do'stlar zerikib qolmanglar. O'zi zerikadigan ish ham qilyapman ammo endi do'stlar videomga like bosib qo'yinglar. Buni juda ham ko'paytyapman bo'ldi. Menimcha tushunadiganlar tushundi. Bosganlar ham bosdi. Sizlarni ham qilavermasdan jim o'ynayveraman bo'ldi. Baribir bosib qo'yinglar do'stlar. Men qurmoqchi bo'lgan fermalarimni bitta sanab chiqsam, birinchi o'rinda temir ferma quraman, keyin shugurgan ferma quraman. O'zbekchasiga qanaqa bo'lishi to'g'risi bilmayman. O'zbekchasiga qanaqa menimcha shakar qamish bo'ladi. Biroz urug' olmoqchiman. Yo'l berdim sizga, sizdan chiroyli qizga deydi. To'xtab turinglar. Bir ikkita gul bermoqchiman. Yigitlarga sovg'a qilaman. Mana. Mana shunisiga sovg'a qilaman. Salom yigitlar aka, to'xtang, men sizga. Qani. Hozir borsam o'ldiraman deb qolay. Kosib deymi? Kutubxonachining uyi ekan. Mana uyim mash tomonlarda edi. Ana. Endi. Xo'sh, qiladigan ishlarimni aytsam, vop qilaman. Keyin yana bitta vop qilaman. Keyin bitta sehrlangim kelib qoldi. Kiyimlarda hali sehrlamayman. Vop. Bitta seltov tushsa zo'r bo'lardi o'zi ham. Seltov sehr tushsa. Nima ish maza qiladi. Unbreaking effectiveness. O'ng uchda unbreaking. Qanday? Qani? Knockbox, sharpness. Qani? Voy pluslar. Seltov tushmaydimikan? Meni aldab ketishyapti ular. Smart, sharpness, band of ruho. Menimcha smart eng yaxshisi. Bunda nima bordi? Sharpness. Bunda smart bo'ldi. Mana oshiqchasini ham sehrlayveraman. 3 project. Oddiy ko'rinar ekan u ham. Yigirma beshta bo'pti.
qilamanda deb turib bunday qilaman va mendek qilaman. Deb qo'yamanda 9 saniya yasab qo'yaman. Daraxt turishim dek mendek mana bo'larkan. Daraxt menimcha to'xtaylar. Bunchaga yasavermayman. Bunchaga yasasam ko'payib ketadi. Hop. Uni qaraylar. O'tlar. Men ko'rinyapti, sizlarga ko'rinmasa kerak. Necha blok bo'lar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yaqayam 1 2 3 4 5 6 Loy nechtaydi? 7tami? 7 8 9 10 11. Akkanimi qaraylar. Точно. Bunaqa nima kerak bor deydiganlar katiga. Jimtirlar ko'rasizlar. Albatta bu hozir do'stlar bu. Eng keraklisi shu do'stlar. Nimaga desanglar do'stlar bu ilgina qilib beradi. Nima derdi? Yigitlar qamab turadi. Yigitlar qamab turgandan keyin mana olib galim o'z spam bo'laveradi. Shunchaki spam bo'lmaydi, shunchaki spam bo'lishini kutib turmaydi. Shat chiqib ketishga ham harakat qilmasanglar men o'zim o'rgataman do'stlar sizlarga. Bunday qilsam do'stlar sizlarga zo'r life hack qiladi. Bu yerda ishonasizlarmi? Hech qanaqa mob chiqolmaydi. Lekin men bu yoqqa chiqa oladi. Shuning uchun bunaqa qilmayman. Kirib chiqish uchun vaqtinchalik yo'l chiqib turaman.
Yo, chiqish uchun emas, kirish uchun. Uzr, adashib ketib qoldim. Endi esa qilish kerak, bir chekkadan do'stlar, bir chekkadan hamma joyda yig'ishtirish kerak. Yig'ishtirish emas, nima deydi? Kravatlarni sindirib chiqish kerak. Kravatlarni sindirib chiqsa, mana qilib ram qilib yoqib tashlaysizlar. Golemjon brat masha atroflarni turib tursa yaxshi bo'ladi. Yitel ketib qolma. Yiteljon. Bu uyda yig'ishtirib chiqqanman. Bu uyda kravat yo'q. Bu uyda bor, u Nargisda u bir tiyinga qimmat uy. Hozir bor. Bir chekkadan keta olamiz ekan. Keyin yitellarda hammasi hech nima qilmaslikda ayblanib, hozir qamalyapti do'stlar. Galimja. Meni qo'rqlab tur hozircha. Hozircha degan gapi bor lekin uni. Bu uyda tekshiruvmidimikan? Da, tekshiribman. Yig'ishtirib chiqishda o'zi bo'lmadi. Kravatni qaranglar ko'pligini. Ender Dragon'ni o'ldirib ketsam ham bo'ladi. Buncha kravat bilan. Java versiyani ochishni ham o'rgatib qo'yishim mumkin agar menga 500 dona like yig'ib bersangiz do'stlar. Menimcha unchalik ham ko'p so'rayotganim yo'q. Enchanting table yomg'irda qolib ketyapti. Qanday zo'r bo'laman. Hop, bittani qo'yamiz. Mana. Hop. Yana bitta hop. Sarig'i yetmaydi ekan. Bu qolmabdi-chi. Birinchi marta kravatda bo'yadim mana.
1 2 endi mana mashitlarga bu yog'ini qo'yib tashlasam ham bo'ladi. Sen oshitasan. Darajam bir qopda. Hozir ko'tarilyapti. Voy. Sakrashdan esimdan chiqarib qo'ydim nima? Hali etdi Qodirjon, hali etdi. Ha, ismimni aytmabman-a. Mening ismim hayotdagi Qodirjon do'stlar. Lekin Kgamer deb murojaat qilsanglar, to'g'ri. Kgamer deb murojaat qilsanglar yaxshiroq bo'lardi do'stlar. Iltimos meni shu nom bilan atanglar YouTube'da. Golem. Mayli bu golemni ham sekingina ko'ramiz. Oltajon. Wow. Wow. Do'stlar, birinchi qismimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Ikkinchi qismi chiqish uchun tezroq layklarni bosib, addushi ko'p obunalarni bosib qo'yinglar do'stlar. Keyingi qismini ham albatta chiqaraman.